Kasbim taqozosi bilan to'ylarda yurganim uchun ko'p kuzatardim-da to'ylarni. Ko'p to'ylarda isrofgarchilik bo'lardi-da. Ayniqsa mana ayollar to'yni boshidan oxirigacha latta tarqatadi-da. U nima deydi? Bizda sarson sarpo deydi-da. Biz to'y qilsak bunaqa to'y qilmaymiz dedim. Xudoga ham ma'qul bo'ldi, gap so'z bo'lmaydimi degan narsalar bizni umuman qiziqtirmadi, to'g'risi. Elga bersangiz ham gapiradi, bermasangiz ham gapiradi. Ba'zi farzandlarni eshitganman, ota-onasini ra'yiga qarshi chiqib, katta xarajat qilib yorishadi. Mana merime, kortejlarni tashkil qilish. Allohga ming marta shukr, o'g'lim men bilan ham fikr bo'ldi, meni fikrimga qo'shildi. Ikkalamiz fikrimiz bir joydan chiqdi. Buning uchun xursandman. O'sha to'qstovoq degan narsaga ham katta xarajat ketadi. O'zi tasavvur qilingda, kelin tomonga quda olib borib, qo'y olib borib, narsa olib boryapti-da, yana o'zi 30-40 ta bir xil joylarda 80 ta, 100 talab odam olib boryapti-da, o'zlari bergan narsani o'zlari yeb kelyapti. Mantiq yo'q-da. Kam chiqimli, lekin fayzli to'y bo'ldi. Hamma xursand. Shu Dilfuza opa sir bo'lmasa, qancha mablag' ketdi shu to'yga? Yo, sir emas bu. Endi to'yni o'ziga 25 milliondan nari berib ketdi. 30 million ketmadi. To'g'risini aytdim. Ha, shunday. To'ydan ortishtirilgan mablag'iga ham sizga uy qilibdi, ham o'zlariga. Juda bir sharoitlari ham juda ajoyib, mos ko'rib, xursand bo'lib o'tiribmiz. Bu baxtga hamma yetish kerak-da. Balkim kimgadir g'ayrioddiy to'ylar men o'sha keladigan mehmonlarni hammasiga Telegramdan ovozli xabar tashladim. Meni to'yimga latta-lutta olib kelmanglar, dasturxon olib kelmanglar. Keladigan mehmon menga to'yini bersinmi, kelinga isko'ziga narsa bersinmi, kamiga menga latta elsinmi. Kam chiqim chiroyli bo'ldi, hamma xursand. Hamma hayron, qanday kelishdilaring deydi. Bizga ham o'rgatinglar deydi. Meni qudam ham shunaqa ko'nsa ekan deydi. Men ham shunday latta-luttasi qilsam ekan deydi. Bunaqa to'yni hech kim eshitmagan ekan. Odamning oshqozoni o'zi munchagina narsada. 7 xillab taom berishadi. Oxirgi taomlarga hatto qo'l cho'zmaymiz. Ko'zbo'yamachilikmi, maqtanish uchunmi? Menimcha shu 300-400 dan ham ko'proq millionlar sarflasa kerak. Milliardga borsa kerak-da, ana shu to'ylarga sarflanayotgan pullar. Ularni farzandlari qatorida 25 millionga to'y qilib, meni farzandim ham baxtli. Eng muhimi tinch xotirjammiz. Hech kim eshigimni qoqib qarzingni ber deb kelmaydi. Qilsa bo'ladi. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Faqat o'zimizga bog'liq. Qiyinlashtiradigan ham o'zimiz, osonlashtiradigan ham o'zimiz. Faqat shunga qunt kerak ozgina.